Qizlar, hozir sizlarga boy erkak bilan kambag'al so'takni farq qilishni o'rgataman. Kambag'al mana bunaqa bo'ladi. Kishiga 1-2-3 marta uylanish berilgan. O'zingizda aybingiz tufayli Ha. men ikkinchisiga uylanaman desam, siz qanaqa fikrda bo'lasiz? Boy esa mana bunaqa bo'ladi. Ikki xotin qo'y. Bunaqa savol beraman. Xotin, xudo bitta, xotin bitta. Endi bu yerda farqi qaranglar-da. Ana boy erkakni ikkita xotin u yerda tursin, bir 10 ta xotinni boqib qo'yishga qurbi yetadi nasamimcha. Lekin o'zini qadrini bilgani uchun shunchami musuldan to'plab olmaganman. Nimaga duch kelgan xotin men bilan birga bo'lishi kerak degan qadri bo'lgani uchun, samatsenkasi bo'lgani uchun qo'sh xotinlikni xohlamaydi. Bitta bo'lsa zo'r bo'lsin deydi. Kambag'al kerak bo'lsa o'zini xotinini hali полностью обеспечить qila olmaydi. Tursiga yirtilib qolsa agar tikib qo'yadi kerak bo'lsa. Lekin ular qo'sh xotinlikni xohlaydi. Dindan faqat shuni biladi, cho'chqa yemaslikni. Boshqa hech nimani bilmaydi. Bo'pti qo'sh xotinlik olganga yarasha ularni обеспечить qilasanmi, har bittasiga uy olib berasanmi desaga yo'q deydi. Kerak bo'lsa aliment ham to'lamaydi.